gapiraman yaxshi. Odamlar borki nima desam, odamlar tushuninglar, bir yiqqani uy-joy ishtimo kutamaydilar. 2 metr suribga ketamiz. O'ta loydan yaralgan odam o'sha loydan yaralgan odam tuproqqa ichiga kirib ketamiz, tuproqda ichiga. Amalimiz bo'lish kerak, yaxshilik qilishimiz kerak, birovni norozi qilmash kerak. Arvonami yo ustonami birovni odamzod borki, qo'li borki ochiq bo'lish kerak, hamda bo'lmas kerak. Qo'li ochiq bo'lsa Xudo beradi. Xudo borki, bak odamlar borki, bir so'mdan o'shani borki sotilayotgan odam, siz o'ta rozimisiz? Ustoni haqqini, arvoni haqqini, bironta haqqini yeb odamzod borki, umma borki, faqat o'ta boy bo'ladi deydi. Boy bo'ladi, moshin o'ja qiladi. Borki odamlar borki 2 metr suribga ketamiz-da. Sanagina borki tushunib, kalla ishlatib bitta amalimizni olib ketamiz. Kimga yaxshilik qilamiz, kimga yomonlik qilamiz, aql javob katta. Yaxshi odam bo'lsa imtihonni o'tib ketamiz. Yomon odam bo'lsa, tarasha odam bo'lsa qabrga qiynalamiz. Birovni norozi qilib, odamlar borki, odamlar masalan kibr qiladi, kibrlikka boy bo'lib ketgandan keyin kibrlik muomala qiladi. Kibr borki yaxshilikni olib kelmaydi, boylik ham yaxshilikni. Pul borki qo'lga kira. Qog'ozda pul, qog'oz. Bir parcha qog'oz. O'sha qog'oz uchun shuni orqasidan chopib, ittaribdan keyin chopamiz. Odamlar borki, jumi qattiq, birovni norozi qilib, odamlar borki, o'sha norozi, o'sha o'ta rozimisiz?